Barchaga assalomu alaykum. Fermer Ahmadov kanali obunachilari. Xudo xolasa bugun 14-fevral, hafta kuniga shanba. Xo'p, bugungi videolarimizni ham xudo xolasa boshladik. O'tgan galgi videomizda juda ham ko'p aktiv keldi bizga. Xo'p, meni qo'llab-quvvatlab turgan hammaga rahmat aka-ukalar. Xudo xolasa YouTube kanalimizda ham 80 tadan o'tdik. 100 tagacha qo'llab turasizlar. Xudo xolasa bu yilda oxirigacha 2000 ta podpisчик bo'lishimiz kerak. Xo'p, bugungi nutkalarimiz holatlari shu. O'tgan videoda aytib o'tdim. Nima qilay, maslahatlaring kerak, yopaymi yo yopmaymi dedim. Ko'pchilik yopib qo'yganingiz yaxshi, bexavotirroq yotadi deyshodi. Bu tomonni ham tomini yopdik. Hali beri tuxum tug'ishgani yo'q lekin shuni kutib turibman. Holatlari xo'rozlarimiz bosyapti. O'zim ham 1-2 marta ko'rdim. Shu eng aktivi hozir oqbosh xo'rozimiz. Ash ketayotgan oqbosh. Rosa ko'p bosyapti makonlarni. Xudo xolasa. Xo'p, ular sekin tashqariga qo'yib yuborib turamiz. Hozir hammasi uchishadi. Cheta bular ko'p chiqishganigami, uchishmayapti-chi. Bo'lmasa har kuni o'sha tomonga uchib yugurib ketishardi. Xo'p, oppoq indutkalarimiz ham turibdi maytda. Bularda ham holat yaxshi. Hali beri lekin tuxumga kirgani yo'q. Hop. Tuxum tug'adigan joylarni qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa bular ham tuxumga kirib ketsa kerak tez kunlarda. Hop, keyin yana bitta xabarimiz bor. Sal yomon xabar desa ham bo'laveradi. Esinglarda bo'lsa, quyonimiz tug'di deb video qildim. Hop, afsuski bugun ertalab bitta bolachasini olib chiqib o'ldirib qo'yibdi. Kecha bolalarni tekshirayotgandim, bittasini qo'limga ushirdim. Menimcha shu qo'limdan hidi kelib olib, ishlab olib chiqib qo'yibdi. Shu orqasiga qo'yib qo'ygan ekan. Ashta o'lib qolibdi, afsuski. Muzlab qo'ygan ekan ertalab chiqqanimcha, lekin ertalabda emizgan ekan, qonni to'q turibdi. Lekin bitta quyonimiz minus bo'ldi. Lekin mayli, hech narsa emas. Xudo xolasa hali yana 9 ta quyonimiz bor. Hop, endi bu quyonchani yerga ko'mib yuborsammikan yo tomga qo'yib qo'ysam, mishiq olib ketsa yaxshimikan? Yerga ko'mib yuboramiz bugun, xudo xolasa. Erkak quyonimiz ham maytda turibdi. Ko'rishinglar mumkin. Endi sal kamroq qarash kerak. Menimcha shu ko'p qaraganimizdan ham bolalarni o'ldirib qo'yapti. Shunga endi sal kamroq qaraveramiz. Lekin borib o'sh qo'lda yaxshilab yuvib, o'zini ishqalab, junlariga ham qo'limni ishqalab keyin ushirdim. Bilmayman nimaga, baribir hidi qopti quyonchada. Shunga ertalabda tishlab olib chiqib qo'yibdi bolasini. Endi mayli, peshonamizga yozganini ko'ramiz. Ben o'zi o'yladim boshida, o'zi chiqib ketib qoldim ekan deb o'yladim, yurib yo'q. İşte oyog'i ishlangan joychalari bor, onasi tishlab tashqariga olib chiqib qo'yibdi. Indutkalarimizni ham hali beri yangilik bo'lgani yo'q. To'g'risi rosa kutyapman bular tuxumga tezroq kirishini. Lekin hali beri kirishgani yo'q. Ko'rdim, ko'pchilikniki уже kiribdi. Endi hammaniki emas, lekin ko'pchilikniki уже kirgan. Hop, tezroq kirib ketib qolsa, bular ham zo'r bo'lardi. Oppoq indutkalarda ham bir qator qo'yib yuboraman. Bularni ham tomosha qilasizlar. Keyin ajratib qamab qo'yamiz.
Borishchi. Gigant 3 ta. Yaxshimi oq indutgani urushmayapti. Ondan so'ng u ikkita yangi olib kelganim bitta qo'shib o'rganimda rosa urushdi, boshida quylab yurib urushyapti. Indutkamiz xo'roz oldiga ketyapti. Oq xo'roz qo'qibdi qoradan. Nariga qora xo'rozimiz beparvo. Hech narsaga e'tibor ham qilmaydi, hech balo qilmaydi. Jim yuraveradi. Mana shu xo'rozimiz. O'zi juda ham yirik-ku. Hech baloga e'tibor qilmaydi. O'zi prosta yuradi xolos. Kim yangi qo'shildi, kim eski bor, farqi yo'q bunga. Makon bosgani ham buni ko'rganim yo'q. O'zi ajrab olib yuraveradi. Bu oqi o'zimiz eski indutkamiz. Mana shu xo'roz rosa zo'r ekan. Mana shuni ko'rdim. Rosa bosyapti bu makonlarni. Urug'lantirishi zo'r buni. Xudo xolasa. Yemlarini makka aralash bug'doy beryapman. Makka ham ozroq qo'shdim. Lekin asosiysi bug'doy ko'pi. Hop, hozir bular bitta joyga yig'aylik. Ertalab yeyishgan. Jumani obedda yana qonlari ochdi. 2 mahal beraman yem bularga. Ertalab va kechqurun beraman. Xo'rozi. Farqini ko'rlar, juda yirikda. Kamerada qanaqa ko'rinyapti bilmayman. Lekin juda katta xo'roz. Yana ozgina olaylik. O'zi tuli xo'roz jujadan qo'rqadi, lekin juda beg'am indut kelganda shu xo'roz. Hech makonga ham e'tibor qilmaydi, xo'roz yangi xo'roz kelsa ham e'tibor qilmaydi. O'zi yuraveradi. Ana Qoravoy. Eng birinchi o'rindagi xo'rozimiz shu. Hamma xo'roz qo'rqadi mana shundan. Lekin bu tuli makonlardan bu xo'roz qo'rqadi. Xudo xolasa o'zi bundan buyog'iga kunlar isib qoldi. Tuxumga kirib ketishlari kerak. Rosa kutyapman shular tuxumga kirishini. Shuncha boqib birin natijasini ko'ray deyapman. Lekin hech tuxumga kirib ketishmayapti bular. Xudo xolasa tuxumga kirib ketib qolsa, jo'jalardan ochirib olsak, kesam ham yaxshi bo'lib ketadi. Hop, bo'lmasa akalar, bugungi videomiz ham tugadi. Xudo xolasa yana bir video qilamiz 1-2 kun ichida. Kanalga yangilar obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa bundan-da yaxshiroq foydali videolar chiqarishga ham harakat qilamiz. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.